Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilida navbatdagi grammatikalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ketdik. Birinchi grammatik qo'shimchamiz bu ot turkumiga qo'shiladi va ko'rinishi ikki xil shaklda bo'ladi. Chorom hamda kachchi. Bularning ma'nosi bir xil. Dek, kabi degan tushunchalarni berar ekan. Kelinglar buni misollarda ko'rib chiqamiz. Chingu chorom hangugo'ril chalhagu shippoyo. Ya'ni do'stim dek, do'stim kabi deb ketsagan bo'laveradi. Koreys tilini yaxshi gapirishni xohlayman degan narsa bo'lyapti. Endi xuddi shuni o'rniga mana buni ham qo'ysak bo'laveradi. Bir xil narsa. Endi ay qachchi kipposoya deymiz. Boladek, bolalardek xursand bo'ldim degan narsa bo'ladi. Demak, bu qo'shimchamiz otning o'zagiga qo'shilar ekan, chorom hamda kachchi degan ko'rinishlar bilan kelar ekan, tarjimasi dek kabi holatida bo'lar ekan va buni daftarimizga yozib olamiz. Keyingi grammatikaga ketdik. Keyingi grammatikamiz ham ot turkumiga oid bo'lgan otning o'zagiga qo'shilib kelinadi. Poda deb aytiladi koreys tilimizda va tarjimasi dan ko'ra degan tarjimani olib keladi. Endi biz bilamizki, poda degan so'z o'zi asli bor bizda. Bu fe'l turkumiga mansub bo'lgan so'z ko'rmoq degan narsa edi. Bu grammatik holatda otlarga qo'shilib keladigan bo'lsa, dan ko'ra degan tarjimani olib kelar ekan. Xo'p, misollarda ko'ramiz. I chek poda, i chegi chemissoyo deymiz. Qo'limizda ikkita kitob bor. Bu kitobdan ko'ra mana bu kitob yaxshi yoki qiziqarli degan narsa bo'lar ekan. Mana bu joyda biz mana dan ko'rani olib keldik. Endi hyongpoda mana kelyapti. Tongsengi tiga qoya degan narsa bo'lyapti. Ya'ni akasidan ko'ra ukasi bo'yi baland degan narsa olib kelinyapti. Demak, ikki narsani solishtirishda bemalol ishlatib ketaveramiz ekan. Otning o'zagiga qo'shiladi, tarjimasi dan ko'ra. Endi keyingi grammatikaga ketdik. Keyingi grammatikamiz bu ham ot turkumiga, ya'ni otning o'zagiga qo'shilib keladi. Ko'rinishi mada degan tarz bilan keladi. Tarjimasi har degan tarjima bilan qilib ketamiz. Xo'p, o'tgan darslarda sizlar bilan ko'rgan edik, eslaringizda bo'lsa man degan grammatikani o'tgan edik, to'g'rimi? Mana bu man degan grammatikamizda faqat yoki gina degan tarjimada o'tdik sizlar bilan. O'sha joyda aytgandimki, faqat degan tarjima mana buni oldiga o'tadi, ya'ni otning oldiga o'tib tarjima qilinadi deb sizlar bilan o'rgangan edik. Xuddi shunday endi mana bu madada ham otning o'zagiga qo'shiladi. Tarjima qilganimizda otdan oldinga o'tib tarjimasini aytishimiz kerak bo'ladi. Buni misollarda ko'rib chiqaylik. Nalmada undongil heyo degan so'z bo'lyapti. Ya'ni nal degani o'zi kun, to'g'rimi? Kun har desak g'alati chiqib qoladi. Shuning uchun mana bu tarjimasini bu yoqqa olib o'tamiz va har kuni deb turib tarjima qilamiz. Sport bilan shug'ullanaman. Endi sarammada chimiga issoyo. Ya'ni odam degani edi saram, to'g'rimi? Odam har desak g'alati bo'lib qoladi. Shuning uchun bunda ham tarjima bu yoqqa qarab o'tadi. Har odam chimiga esa har bir odamning hobbisi bor degan narsa bo'lyapti. Demak, bu qo'shimchamiz ham otlarni o'zagiga qo'shilar ekan, ko'rinishi ma'da, tarjimasi har, otning o'zagini oldiga o'tib tarjima qilar ekanmiz. Xo'p. Tushunarli bo'lsa, sizlar bilan endi uyga vazifa qismiga o'tamiz. Uyga vazifada bugun mavzulashgan holatda davlatlarni berishga qaror qildik va birinchisi Hanguk. Biz menimcha bilamiz ko'pchiligimiz, bu Koreya degan. Miguk bizda AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari. Yongguk Angliya, Buyuk Britaniya. Hoju bu Avstraliya. Togil Germaniya. Fransiya, Rossiya, endi bizga juda ham ko'p kerak bo'ladigan O'zbekiston o'zimizning ona vatan. Endi qisqartirib yozib qo'ydim, do'stlarimiz kichkinalik qilgani uchun. Ilbon bu Yaponiya. Mana bu so'zlarni yozib olamizda, yangi darsga xudo xolasa yodlab yangi mavzularda ko'rishguncha xayr.